Bu eng arzon va foydali profilaktika hisoblanadi. Uyda yurak urishini o'lchashni bilasizmi? Buning uchun bor yo'g'i 1 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Tinch holatda o'tiramiz va bilak sohasidan pulsni, yurak urishini topamiz va shu joyga barmoqni qo'yib 15 soniya davomida sanaymiz va telefonni taymerga qo'yamiz. 15 sekund davomida yurak urishini o'lchaymiz va shu chiqqan raqamni 4 ga ko'paytiramiz. Agar 20 chiqadigan bo'lsa 4 ga ko'paytiramiz. Bu bizning yuragimiz 1 daqiqada 80 ta uryapti degani. Sog'lom odamda normada yurak urishi 60 tadan 90 tagacha. Stress, jismoniy yuklama vaqtida bu 100, undan yuqoriga chiqishi mumkin. Agar pulsni o'lchaganda notekis urishi, sakrab urishi, tashlab urishi yoki pauza holati kuzatilsa, bu aritmiya belgisi bo'lishi mumkin. Aritmiya belgisi bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Yuragingizni har kuni 1 daqiqa tinglang. Bu eng arzon va foydali profilaktika hisoblanadi.